Assalomu alaykum azizlar, bormisiz, omonmisiz? Kayfiyatlar zo'rmi? Samый главный kayfiyat chaqiradigan bu qorinni och to'qligida. Qorni och odamda kayfiyat biroz sustroq bo'ladi, to'g'rimi? Qorin to'q bo'lsa, ko'ngil ham to'q bo'ladi, kayfiyat o'zidan o'zi ko'tariladi. Gap ovqat haqidaligiga sirazi fahmladingiz. Azizlar, men o'zim ham eshitib, ham ko'rib juda ham hayron bo'ldim. O'zbekistondagi eng arzon oshxona, narxlari arzon oshxona vodiyda Farg'onadagi Yaypan shahrida ekan. Mana eshitib to'g'risi hayron qoldim. Hayron qoldim chunki hech qaysi bir shaharda yoki bir rayonda yo biron bir joyida, O'zbekistonning biron bir joyida oshni porsiyasi 8000. Endi uning ichida lekin non, choy, salati ham bor. To'g'ri, nonni misol uchun buxanka non arzon, lekin baribir ham uncha matematikni ham kerak bo'lsa miyasini chalg'itib qo'yadi-da. Bitta porsiya oshni 8000 non, choy, salati bilan sotib bu odam qanaqa qilib foyda ko'rar ekan degan savol paydo bo'ladi. Har qanaqa odam bu tabiiyda, chunki boshqa joylarda prosta osh porsiyasini o'zi 25000, 30000 deb o'rta hisobda. To'g'ri, bir xil joylarda bor 25000 porsiya osh, o'sha non, choy, salati bilan. Endi 25000 qayoqda-yu, 8000 qayoqda? 8000. Bir kunda 30 kilo osh damlanar ekan, 30 kilo. Endi oshga bilasiz, prosta endi sho'rvaga kamroq mablag' ketishi mumkin, chunki ko'p qismi suv. O'sha go'sht, kartoshka, o'g'ushlar qaynab suvda, endi asosiy qismi baribir suv bo'lgani uchun ko'p mablag' ketmasligi mumkin. Lekin oshga misol uchun yog' solmasangiz, sabzi solmasangiz, to'g'ri go'sht kamroq bo'lishi mumkin o'sha 8000 lik oshda. Baribir go'sht ham tushadi-da. Shuncha masalani solib foyda qolarmikin degan savol qiynaydi hammani. Porsiyasi 8000 bo'lsa. Endi foyda qoladi baribir azizlar. Chunki hech kim zarariga ishlamaydi, lekin kamroq qoladi-da. Bunda olib qaraganda o'sha 30 kilo guruchni damlash uchun shu где-то bir 2 millionga yaqin расход ketib qoladi baribir. O'sha masallarni puli, oshpaz damlaydigan osh damlaydigan oshpazni ham ish haqqi, arendani puli. Endi shu qolsa yo 500 ming yo 600 ming foyda qoladi shu 30 kilo oshdan. Qarang. Endi shuni hisob kitobini olib, haligi siz ham ko'p ham kuymaydigan qilib. Endi 8000 ga qorningiz to'yib ketsa bu yaxshi-da, 8000 ga nima beradi? 8000 ga misol uchun Toshkentda 7000 bitta kartochka solsa, choyi yo'q, lekin ba'zi bir xil joylarda choyi tekin, ko'p joylarda shu ham yo'q. Qarang. Bitta kartochka solsani puliga osh yeb, non, choy, salatlari bilan qorningiz to'yib ketsa, bu juda ham ajoyib-da. Bu menimcha shu haqiqatan ham bir insofi bor, barakasi bor deydi-yu. Shunchalik xalq uchun arzon qilib qo'yibdi-da. Shunga menimcha Alloh o'zi qanaqadir shu barakasini beradi-da. Misol uchun men agar borib ovqatlansam, to'g'risi shu non, choy, salat oshlari bilan oshni shunaqa yeb ketsam, 8000 berishga to'g'risi uyalaman, vijdonim qabul qilmaydi. Kamida o'lib qolganda 15000 bo'lmasa 20000 tashlab chiqib ketardi. Alloh, 8000 ga.
bu nimadan darak beradi? Qarang, shunchalik bir insofli, shunchalik bir fe'li keng, bahri keng inson ekanda. Men haqiqatda qoyil qoldim. Haqiqatda qoyil qoldim. Demoqchimanki, shu endi bir xil joylar rostdan ham qimmatda. Bitta obed qilib chiqib ketsangiz, misol uchun osh yeb chiqib ketsangiz, ko'p joylarda shu 40 ming, 50 minggacha ham boradi-da. Shunaqa joylar bor, ishonsangiz, 70 mingga ham boradi-da. Mana shunaqa joylar bor mana shu Toshkentda. Endi bundoq olib qaraganingizda 8 ming oldida haqiqatdan ham kulgili, ham lekin o'sha именно shu qimmat nima qilib sotayotganlarga ozgina insof bersin. Endi tasavvur qiling, butun oshxonalar hammasi arzon bo'lsa. Hamma narsa arzon bo'lgandan keyin baribir u odam ko'p bo'ladi-da. Odam ko'p bo'ladi. O'sha joyda ham odam aramas ekan. Ertalab soat zavtrikka ham kelishar ekan. Kechki payt soat 7 gacha shu har doim liq to'la bo'lar ekan shu odam. Payt o'tirishga joy yo'q. Конечно, arzon bo'lgandan keyin. Demak, qarang, gap pulli daromadni qanchaligida emas, qanchalik baraka bo'lishida-da. Endi baraka bu ilohiy narsa-da. Bir xillar bor. Misol uchun milliard pul topadi-da, lekin ko'zi och. Bu insonni qarang endi. Ha, sho'rvasi ham bor ekan. Sho'rvasi 10 ming so'm. 10 ming so'm. Go'shtlari bor, shu kartoshka, sabzi, no'xat, ovochlari ham bor. Qarang. Mana baraka nimada ekan? Haqiqatda hayron qolasiz. Bir xillar ani baraka ko'pdami, ozdami deydi-da. Haqiqatda oz bo'lsa ham barakasini bersa hech timamas ekanda. Men haqiqatda qoyil qoldim. Agar yaxshi matematiklar bo'lsa, bir hisoblab ko'rsinchi. Shu ozgina qoladigan foydaga ham rozi bo'lib ishlayotgan odamni umri uzoq bo'lsin, iloyim menga kirsin. Haqiqatdan men qoyil qoldim. Qoyil qoldim. Siz ham qoyil qoldingizmi? Qanchalik shu odam foyda ko'ra olyapti yoki ko'ra olmayapti. Foydasi bor, endi zarar emas. Zarar bo'lsa u 10 kun ishlab yopilib ketadi-yu. Lekin haqiqatda qoyilman. 1 kilo oshni tayyorlash uchun qancha mablag' ketadi? 1 kilo oshni lekin 10 ta porsiya bemalol chiqadi, 10 ta porsiya. 80 ming misolda. Endi 80 ming bo'lsa, masalliq necha pullik? Masalliqni hisoblaychi. Hisoblab ko'ring mana. Qoyilman lekin. Mana shunaqangi insonlar ko'paysin, iloyim.